Shirinlik bo'lsa-yu, kam xarj bo'lsin va noodatiy bo'lsin deganlar uchun ajoyib retsept tayyorladim. Men dangasi ona emasman, 30 kunlik challenge'imizdan 16-kuniga ko'rsatib beraman. Katta-yu kichkinaga birday yoqadigan shirinligimizdan boshladik. Tega olmaydigan idishimizga 150 mg suv, 1 osh qoshiq shakar, 1 chimdim tuz va 50 g sariyog' yoki margarinni solib qaynatib olamiz. Gazni pasaytirib 100 g unni solib yaxshilab aralashtirib turasizlar. Bitta joyga yig'ilgunicha yaxshilab aralashtirib turasizlar, shunda tayyor bo'ladi. Boshqa idishga o'tkazib 5 daqiqa qoldiramiz. 5 daqiqadan keyin 2 dona tuxumni ketma-ketlikda chaqib solib yaxshilab aralashtirasizlar. Yaxshilab aralashtirsanglar shunaqa massa hosil bo'ladi. Konditor qopchasiga solib, yaxshilab qizigan ko'proq yog'da xuddi shunaqa qilib qovurib olasizlar. Yog'ga bo'kib qolmaydi, juda ham mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. O'rta olovdan ozgina pastroq olovda shunaqa aylantirib qovurib olasizlar. Qizarib pishgandan keyin qog'oz salfetkaga 2 daqiqa qo'yib, ozgina shakar, choy qoshiq uchida koritsani yaxshilab aralashtirib botirib olasizlar. Juda ham mazali bo'ladi. Buni tayyorlab ko'rmasanglar bo'lmaydi. Sizlar so'ragandek, kam xarjgina va vaqtni ham ko'p talab qilmaydigan shirinlik. Xohlasanglar menga o'xshab shokoladli glazur bilan, xohlamasanglar o'zini shunda dasturxonga tortsanglar ham bo'ladi. Challenge qolgan kunlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozib, o'z yaqinlaringizga jo'natib qo'yishni ham esdan chiqarmanglar.